Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Mirzapo'lat Toshpo'latovning Tonggi farishta nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ertalab hovlingizdan chiqib, orasida ko'cha, yo'laklar, xiyobonlar o'tib borar ekansiz, ko'zingiz quvnaydi. Ming turli anvoyi gullar xushbo'yidan bahri dilingiz ochiladi, ruhingiz tozalanadi, yuksalanadi. Ishingizda unum xayr baraka bo'ladi. Lekin afsuski, aksar ko'pchiligimiz bulardan barida biz ko'pincha xizmatchilari deb bilgan insonlarning katta hissasi borligi xususida o'ylab ham ko'rmaymiz. Tonggi farishta deb nomlangan ushbu kitobda bir qarashda ko'pchilikning nazariga tushavermaydigan kamtargina, odmingina kasb-kor egalarining kundalik hayotimizdagi, jamiyatimizdagi o'rni xususida bahs yuritiladi. O'ylaymizki, u sizni befarq qoldirmaydi.